Qur'onni yodlayotgan insonlar va dunyoviy ilm olayotgan insonlar haqida hadislarda va Qur'onda nimalar deyilgan va qaysi birlari ustunroq turadi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Albatta, Qur'oni Karim Alloh taoloning kalomi, uni o'qishlik, o'rganishlik, ayniqsa yod olishlikni fazilati juda ham yuksak. Hadislarda payg'ambar alayhisolatu vassalom hofizi kalomlarni Allohning ahlidir deganlar. Alloh taoloning kalomini, Qur'onni boshdan oxirigacha to'liq yod olganlar va Alloh taoloning xos bandalaridir deganlar. Qolaversa o'sha qorilarga dunyoda ham, ayniqsa oxiratda juda ham yuksak maqom martabalar berilishligi va'da qilingan. Payg'ambar alayhisolatu vassalom hattoki xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allamahu, sizlarning ichinglarda eng yaxshilar Qur'onni ta'lim olgan va undan ta'lim berganlaringizdir deganlar. Demak, Qur'onga bog'liq bo'lgan ilm albatta fazilatli ilm. Va shu bilan bir qatorda dunyoviy ilmlar, bizni bu dunyomizni obod qiladigan, bizni kundalik hayotimiz ehtiyoji tushadigan, bu tabobat ilmi bo'ladimi, falakiyot ilmi bo'ladimi, hisob ilmi bo'ladimi, hozirgi zamonaviy texnologiyalarga oid ilmlar bo'ladimi? Bu insonni hayotini farovonligi uchun, og'irni yengil qilish uchun, uni mushkulini oson qilish uchun, balki hayoti uchun juda ham kerak, sog'ligi, salomatligi, tinchlik, eminligi uchun kerak bo'lgan ilmlarni hammasi ham dinimiz targ'ib qilgan ilmlardan deyiladi. Hattoki buni bizni fiqhiy kitoblarimizda dunyoviy ilmlarni o'rganishlik farzi kifoya, ya'ni qaysiki bir jamoat, bir mana shu sohaga tegishli mutaxassislar uni o'rganishligi farzi ayn bo'ladi. Toki jamiyatda o'sha har bir ilmdan, insonga yetadigan o'sha dunyoviy ilmlardan, insonning ehtiyoj tushadigan ilmlardan ega bo'lgan kishilar bo'lsin, shu sohalar rivojlansin degan maqsadda fuqaholar, demak, dunyoviy ilmlarni o'rganishlik farzi kifoya. Farzi kifoya degani hamma ham tabib bo'la olmaydi, hamma ham falakiyotchi bo'la olmaydi, hamma ham quruvchi bo'la olmaydi. Lekin shu jamiyatga yaraydigan kerak darajadagi mutaxassislarni bo'lishligi jamiyatni zimmasiga farzi kifoya. Mana shunaqa soha kishilarni tarbiyalash, o'qitish, ilmlik, ma'rifatli qilib jamiyatga yetkazishlik jamiyatni zimmasiga farzi kifoya degani. Shuning uchun har ikkalasi ham farz darajasida. Lekin endi bularni orasini bir-biriga taqqoslab, qaysinisi afzal, qaysinisi afzal emas degan masalaga keladigan bo'lsak, insonlarga manfaati yetadigan tomondagisi u eng afzali hisoblanadi. Misol uchun Qur'onni o'qigan odam, Qur'onni yodlagan odam, u o'zi uchun Allohning oldida bir darajat topmoqchi, Alloh taoloning qoriga beradigan bir fazilatlardan bahramand bo'lmoqchi. Lekin u shu bilan bir qatorda Qur'on ilmini o'rgansa, uni ma'nosini o'rgansa, tafsirini o'rgansa, ahkomlarini o'rgansa va buni jamiyatga, boshqalarga ham yetkazsa, halol haromni, savob gunohni yetkazadigan bo'lsa, albatta u ham fazilatli ilm hisoblanadi. Chunki o'zidan orttirib odamlarga manfaat yetkazyapti. Dunyoviy soha ham xuddi shunday. Kim qaysi sohani egasi bo'lsa, u jamiyatga manfaati yetyaptimi? Demak, shunda xolis Alloh taolodan bir ixlos bilan shu qilayotgan amalimga Alloh menga savob bersin deb qilsa, u ham ibodatga o'tadi. Shuning uchun bu yerdagi muvozanat shuki, insonni o'sha ixlosiga bog'liq. Va shu bilan bir qatorda uni qay darajada bu jamiyatga manfaatli ekanligi, odamlar undan ko'p manfaat topayotganligi bilan fazilati ortib boradi. Allohu a'lam bis-savob.